Ketdim, hali oshxonani artishim kerak. Voy, Hasanboy degan gumbaxonam ochilibdimi? Как раз obed qilib ketaman. O, obed. Voy, shu xonimni sevaman-da, mazza qilib yeyman o'zi ham. Voy, men gumbani oling. Voy, men tuyda ko'p ketganini. Voy, shu saskali pirashka uchun kelaman bu yoqqa. Mazza. Mashinachi latta qo'yib qo'yganman, oyog'ini artib qilsa o'ladi. Mana shu ham yog'ini dabdala chiqadi. Oyoqsiz ko'tarib turyapti, latta qo'yib qo'yganman, artib qilsangiz bo'lmasmidi? Anor? Yo'q, Anor sanchi? O'zim noto'g'ri tushunmasan-da, menga qara. Yo'q, men hali o'ylashga ham ulgurmadim. O'zim men xo'jayinman-da, kibr sindirish uchun mana hamyolar yaxshi yuraman. Bu-chi o'zi bilasan, почти 50-filialimda, yangi filial ochdim, ko'rdingmi? Yaxshi ekan ovqatlar. Yaxshi qilibsiz, ochib choy, non, qandam bepul ekan, zo'r-ku bu. Aziz aka qaytib kelibdilar. Aziz aka, sizlar bilan kamroq gaplashing. Tezroq tozalang hammayonni. Adan kelsalar hozir gap eshitdim. Hali oshxonani ham tozalashingiz kerak. Tushing oldiga. Bo'ldi. Bu safar o'xshamadi. Ketdim, hali oshxonani artishim kerak.